Ulangandan keyin boshqa ko'rasizlar. Aynen bu konu. Aynen yaptım. Evet. Yok. Yo'ldagi ovoz eshitib turibdimi? Assalomu alaykum, eshityapti. Boshlasak bo'ladimi, Behzod aka? Ma'qul aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Bugun kun tartibida sizni compliance bo'limiga tanlov. Bo'lim boshlig'iga tanlov o'tkazish. Hozir birinchi nomzodimiz Ali Faruddin Amir Meyovich. Alhamdulillah. Demek. Hozir kunda qattiq ishlaysiz? Yo'q, hozirgi kunda rasmiy o'sha oxirgi ishlagan joyim farmatsevtik mahsulotlar xavfsizligi markazi bu yerdan ketib turib, hali rasmiy ravishda ishlayotgan joyim yo'q. Endi men hozir ozgina o'zim sog'lig'im nima bilan band bo'lib qoldim. Shunga 1-2 oy bo'ldi, ana rezyumelarimni tashlab, kutib turib. Faruddin aka, agar hop siz qisqacha o'zingizni aniq tanishtirib, ish faoliyatingizni aytib tushuntirib o'tib ketsangiz. O'qish, ish, faqat ish faoliyati. O'qishdan boshlab aniq. Ismim Ali Faruddin Amir Meyovich. 1983-yilda Qashqadaryo viloyatida tug'ilganman. Mutaxassisligim endi universitetdan oldin Turk hamkorlik litseyini tugadim. Undan keyin Qarshi davlat universiteti moliya kredit fakultetini tugatganmiz. İkinci mutaxassisligim bo'yicha Samarqand davlat universiteti huquqshunoslik fakultetini tamomlaganman. Undan keyin ish joyim O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi departament, norozilik iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti, Bektemir tumanidan boshlab shahar bizada u yerda inspektor deyiladi, shahar katta inspektorligigacha ishlab, bu yerdan ham o'z xohishimga binoan ketganman. Undan keyin yuridik tashkilotlar bilan, chet el tashkilotlari bilan ishlaganman. Birinchi bu ishlab chiqarish bilan bog'liq. Ikkinchisi bu beta algoritm, bu ham chet el kompaniyasi. Bu yerda faqat bino, inshootlar, arenda, sudebniy masalalar asosan iqtisodiy yo'nalishda. Shundan keyin shu betadan chiqqanimizdan keyin o'sha bilan o'rtada nima bo'lgan oralig'im. Endi oraliqlarga keladigan bo'lsak, mana ko'pchilik so'raydi, nimaga buncha oraliq? Meni bitta tabiatim bor, o'zim haqida aytadigan bo'lsam, men bir kimgadir iltimos qilib, ayttirib, biron bir ishga shu paytgacha joylashmaganman, unaqa joylashmayman. O'zimning kuchim bilan boraman, suhbatdan o'taman, topshiraman, qabul qilishda ishlayman. Shunaqa bir xususiyatim bor. Prinsipialist. Shu oxirgi ishga ham shu farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligida bu yerda ham shu taklif qilishganiga borib, ichki nazorat va o'sha compliance boshlig'i bo'lib ishlaganman. Shu compliance boshlig'ligidan ham DM bo'lgan ekanda o'ta? Da. Davlat muassasasi. Davlat muassasasi 51% aksiyasi davlatga tegishli. Bu Sog'liqni saqlash vazirligiga ishlaymiz. Bu yerdan ketishim sababi endi baribir ham qiziq bo'lishi mumkin-da, nimaga ketdingiz degani. Men ishga kirganimda joy bo'sh bo'lgan.
biz keyinchalik mana 2-3 oy ishlab turgandan keyin bilsam, u mendan oldingi shu boshqa lavozimda ishlaganda noqonuniy rahbariylik yoniga noqonuniy bo'shatishgan ekan. Endi bu ham o'zini huquqiy manfaatini Qayta tiklash bo'libdi. da. Endi mana o'zi noqulay bo'lib qolgani, bu ham o'zimiz ukamiz. Bilmasdim. Shuning uchun sen ishingni qilaverdim, suddan shu qaroringni olib kel. Menda ham biror joyda o'tirish bir niyatim ham yo'q. Shunaqa qilib bo'shaganman. Shu qisqacha ish faoliyatim shu. Rasmiy. Anaqangiz, образованиеңiz yurist ekan, yurist. Yo'q, ham yurist, ham ekonomist. Endi mayli sertifikat bo'lsa ham xalqaro tizimda 2016 chig'ini ham o'qiganmiz. Endi boshlayotgandim, shunaqa bo'lib qoldi. Sizga bog'liq bo'lmagan. Da, endi baribir o'qishni biz to'xtatmaymiz, yoshga qaramaymiz. Mayli, o'zimni ustimdan ishlashga naf ko'raman. Tirishqoqlik. Menga nima deydi, men bilan ishlaydigan odam chidaversa bo'ldi. Nima 9 dan 6 gacha bo'ldi, 5 bo'ldi. Unaqa tizimda ishlamaganman, o'rganmaganman. Oldingi ikkala o'qishingiz ochlik bo'lganmi? Shunaqa mana birinchisi moliya kredit Qarshida. Kunduzga bo'lgan, Qarshi davlat universiteti. Ikkinchisi sirtqi bir kirgan biza. Endi sirtqi o'zi 2 yil o'qigan. Bu qonunchilikka o'zgartirish kiritilganda biza 2-yildan keyin yana qo'shimcha 1,5 yil o'qiganmiz. Ya'ni kunduzgi sifatida o'qib turib, lekin diplomlarimizni nimagadir shu sirtqi qilib bergan. Chunki men o'zimni shunaqa uchun yana savol berayotganim 2008 bandika ikkinchi образование bo'lgan, 3-kursda o'qiganman. Bizada Lekin zaochlik bo'lgan meniki. ha, bizada ham xuddi shunaqa 3 dan boshlaganmiz, lekin 3 yildan ziyod o'qiganmiz. Mana maylidan 2-yil tamomlamaganda shu o'zgarishlar bo'ldi. Kunduzgi sifatida o'tadi, sirtqilar yopiladi degan nima chiqqan. Ya'ni kunduzgi sifatida o'qidikda. U 6 oy, 8 oydan keyin yana qaytarishdi, shu bilan yopib yuborishdi. Programmani to'liq bitirdik. Oilaliksiz. Oilali bir nafar farzandim bor. Toshkent shahar Mirzo-Ulug'bek tuman markazida yashayman. Hurmatli hayot a'zolari, sizda savollar bo'lsa. Hamma tartib bo'yicha savol beriladi, savolga nimalarga qarab bizlar hamma komissiya a'zolari o'zini fikrini beradi. Masalan, to'g'ri noto'g'ri, keyin oxirida kotib tomonidan o'rganilib, kim yuqori natijani olgan bo'lsa, ovoz berish orqali. O'sha bilan mehnat shartnomasi tuzish tavsiya etilishi, etilmasligi bo'yicha o'z tavsiyalarini berib o'tasiz. Hozir ishda nima bo'ldi? Qanday tartib olgan tushuntirdim? Savollar berishlari mumkin. Qanday tartib bo'yicha 5 ta yana savol berishlari mumkin. Mümkün savol beramiz. Yo'q, beraman. Korrupsiyaga qarshi kurash bo'lsa, qonunning maqsadi va qachon qabul qilingan? Endi bilasizmi, mamlakat boshida avvalambor bu ichki nazorat tuzilmalari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil, adashmasam 6-iyul kungi korrupsiyaga qarshi kurashish samaradorligini oshirish to'g'risida 51-77 sonda qaror qabul qilingan. Ushbu yo'nalish bo'yicha davlat 50% dan ziyod bo'lgan davlat tashkilotlari ulushi mavjud jamiyatlarda ichki nazorat tuzilmalari. Bunga muvofiq Adliya vazirligining shu 8-sentyabr 2021-yilda 33-19 adashmasam raqam bilan ro'yxatdan o'tgan korrupsiyaga qarshi kurash agentligi direktori Akmal Burxonov 27-sonda buyruq, ya'ni namunaviy nizom to'g'risidagi buyruq. Ya'ni butun shu davlat tashkilotlaridagi korrupsiyaga qarshi ichki tuzilmalar ushbu ya'ni ishini olib borish, yuritish nizom namunaviy tashkil qilingan. Bu 51-70. Hozir savol bunaqa bo'lgan. Korrupsiyaga qarshi kurashda qonun va uning maqsadlari. Nima maqsadda bu qonun qabul qilinadi? Men to'g'ri, men hozir ichki tuzilma. Men aytdim, siz bir boshdan hammani o'zim aytaman deyapsiz. Mana to'xtab, men o'sha uzr. To'xtatma qarab turgan. Savol qonun haqidagi. Korrupsiyaga qarshi kurash qonuni shu joyda hozir men hayajon bosdi, men to'g'risini aytaman. O'zim biz ham sizdek nima? Inson, hech qanday nima qilmaydi.
asosan o'zimni nima deydi faoliyatim davomidagi yuritgan ishlarim bo'yicha tanlovda gapiryapman, lekin o'rinli savol bo'ldi. Hamma bilishi kerak, nomzod degani nima? Shu narsa birinchi qo'yiladigan nimadan bittasi bu savol. To'ppa-to'g'ri. Men endi ochig'ini aytaman. Hozir nima deydi, o'ylab, boshimni qotirib o'tirmaslikman. Qonunda qachon qabul qilinganligi, nima maqsadda qabul qilinganligini bilaman. Qachonligini aytolmayman. Endi korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun bu nima deydi, jamiyatda korrupsiyani oldini olish, korrupsiyaga qarshi kurashishni samarali tashkil etish to'g'risida. Hozir nima deydi, chisolariga to'xtab keta olmayman, ochig'ini aytayman. Hayajonmi yoki bosganligi sababli emas. Manda ozgina ochig'ini aytayman, mana shunaqa bir nimam bor. Endi balkim gapira olmasligim mumkin, lekin ijro sifatida endi xudo xolasa vaqt ko'rsatadi. Hech qayerda hech qachon nima deydi, tashkilotga ham yoldirmaganman, rahmatlaring. Tushunarli. Ikkinchi savolim bor, men bersam. Mana har bir tashkilotda samaradorlik, korrupsiyaga qarshi samaradorlik reyting baholanadi har yili. 2022-yildan boshlandi. 26 ta tashkilotdan birinchi, keyin uni etap-etap oshirib borildi. Hozirgi kunda 100 dan ortiq tashkilot reytingda qatnashdi 2024 da. Shu YeAntco platformasi haqida qonun talablari, keyin nima deydi, uni etaplari, qanday baholanishi, nimalar baholanadi, indikatorlar haqida so'z yuritib bersangiz, ballari qanchagacha ball yuqori, YeAntco platformasi bo'yicha aytadigan bo'lsam, bu yerda kiraverishdan o'zini belgilangan talabi bor. Korxonani pasporti, endi boshidan oladigan bo'lsak, endi yengilta mana shu. Yangidan kirayotgan. Da, kirayotganda endi men bunaqa boshlayotgan bo'lsam, mayli u korxona pasporti nimasini kirgizasiz, boshqa balog'ati. Avvalambor reyting baholashni o'sha mezonlariga o'tishdan oldin funksiyalarni kirib chiqasiz. O'sha bir tashkilotni funksiyalarini belgilab chiqasiz. Shu funksiyalardan kelib chiqib reyting baholash, mana ballar, mana amalga oshirilgan ishlar samaradorligi va qilingan ishlar yuzasidan har bir punktini nima deydi, bitta punktini ayta olmayman. Qilingan ishlar nima deydi, samaradorligi belgilanib, shunga qarab ballga beriladi. Endi 1 dan 10 gacha bo'lgan ballar bor. 1 dan 3 gacha bo'lgan, masalan, o'sha baholashli ballari bor. 30%, 50%. Uchga bo'lganda O'sha qaysi prezident qarorini qaysi nimasi bilan boshlangan shu? Reyting baholash bu prezidentning 81-sonli qarori bilan. Shundan boshlab ketadi. Endi siz u boshini aytganingiz uchun men shuncha nima qilmadim, 81 deb qo'ymadim. Prezident 81-sonli qarori 2022-yil. Chislosiga hozir. Shunga asosan tashkilotda reyting baholashi, o'sha korrupsiyaga qarshi qilingan ishlar, o'sha belgilangan tartib bo'yicha amalga oshirilgan ishlar, uni samarasi, nimalar qilindi, nimalar qilinmadi, avtomatlashtirildi, avtomatlashtirilmadi. Hali hozir bu korrupsiya agentligi bizaga juda ham bir qulaylik qildi. Shu pasportni o'zi tasdiqlab qo'yib, yo'lini, yo'nalishini tayyorlab qo'yganda, shunga qarab biz faqat ishlashimiz kerak. Harakat qilishimiz kerak xolos. Nechta indikatordan iborat ekan? 5 ta yo'nalish. 5 ta yo'nalish. Indikator. Nimasida, otsinkasida yaxshi, qoniqarli. Yo'q, bo'lmadi. Indikatorlari bor. Birinchi yo'nalishda masalan, Shuncha bandi bor, shuncha. Shunaqa. Men shuni hozir nima qila olmayman. Normal. Savol. Savol men bersam. Demak, korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha faoliyatni amalga oshiruvchi organlarni bilsangiz sanab bering. Korrupsiyaga qarshi kurash davlat shu huquqni muhofaza qiluvchi organlari, bu milliy xavfsizlik, davlatning xavfsizlik xizmati, ichki ishlar organlari, prokuratura organlari, endi u tizimidagi departament, tamoshni, bu
Yani ichki ishlar, prokuratura, davlat xavfsizlik xizmati, davlat bojxona xizmati, yani topilgan bo'lsa, Agentlik kiradimi? agar agentlik bu korrupsiyaga qarshi kurashish u birinchi navbatda kiradi. Birinchi navbatda 2021-yildan boshlab bu 51-77ga asosan. Departament deganda nimani nazarda tutdingiz? Departament Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga va jinoyat davri yo aytdim. To'liq Yo, men endi prokuratura deganda departamentda urg'u berish kerak-da shunga. tushunarli. Bo'lsa, yana bizda prokuratura deganda prokuratura o'zi departament tizimiga kiradi. O'zi bilan to'liq nomini aytmadim. Savollar bo'lsa deydi. Ikkita savol. Manfaatlar to'qnashuvlari nechtaga bo'linadi va ularga ta'rif bering. Manfaatlar to'qnashuvi yana prezident 2210-sonda manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qaror qabul qilingan. Qonun. Bunga asosan savolingizni yana bir bor o'zi Manfaatlar to'qnashuvlari nechaga bo'linadi va ularga ta'rif bering deyapti. manfaatlar to'qnashuvi nechaga bo'linishi men hozir savoldan ham aytamanku, bilgan narsangizni ham hayajon yuzasidan nechaga bo'linadi degan joyda endi men o'zimni tilimdan aytadigan bo'lsam, manfaatlar to'qnashuvi shu qonunda belgilangan ish faoliyatida o'ziga bo'ysunish, qarindosh urug'chilik, yaqin qarindoshlar asosan tomonidan, xotin tomonidan yaqin qarindoshlar savolga to'liq Bu manfaatlar to'qnashuvining bir turi hisoblanadi. Va siz aytganim, endi u ikkita nimasi bor bilsangiz. Potensial patent nima real. Shuni so'rardi faqat sizdan top. uzr, man Ko'p chuqurlashtirilgan yo'q savolda ham. yo'q, savollar Bu ichki mana ishlab turgan odamniki emas, faqat tashqarida savollarga men sizga aytayim, mana juda ham bir qiyin savol emas. bunaqa qilingan yo'q. Savollar noto'g'ri tushunmasin, savollar oson savol. Men o'zim Qiynalroq bo'lyapman-da siz. men ijrochimanda, mana nima deydi, bilgan narsani ham gapira olmasligim mumkin. Tabiatim shunaqada, men Tushunadi. deyarli hamma joyda shunaqa bo'lgan. Temadan uzoqlashmaydi, просто manfaatlar to'qnashuvi deganda o'sha tushunchaga. Ta'rifini bergan. Yo'qda savol. Endi manfaatlar O'zingiz nima tushunasiz? yo'q, manfaatlar to'qnashuvi degan ta'rifda endi mana ish jarayonida oladigan bo'lsak, asosan kadr masalalarida deylik, mana ishxonada manfaatlar to'qnashuvi deganda biron bir davlat ishidagi shu vazifani bajarilishda o'sha amalga oshirilayotganda uni osonligini yoki qilinishi kerak bo'lmagan ishlarni amalga oshirishda o'sha yaqin qarindoshi, o'sha qarindoshi ko'mak bo'lish ehtimoli katta. Mana deylik, xaridlarda oladigan bo'lsak, xaridlar yo'nalishida o'sha kontragentlarni o'rganayotganda, o'sha davlat tashkilotida, xarid amalga oshirayotgan davlat tashkilotida ishlaydigan odamlarni xaridga amalga oshiradi ikkinchi tomon o'sha shartnomadagi ta'sischilar bo'lishi mumkin, rahbari bo'lishi mumkin, to'g'ridan-to'g'ri bog'liqligi, bog'liqlik emasligi yo'nalishda masalan o'sha ishlarni ko'rib chiqish. Uni yana bitta joyi bor. Mana to'g'ridan-to'g'ri Mehnat kodeksida moddasi ismida belgilab qo'yilganda to'g'ridan-to'g'ri bo'ysunish degan joyi. Lekin biz faqat u bilan ham to'xtalishimiz kerak emas-da. To'g'ridan-to'g'ri emas. Mana bitta bo'limda 3-bo'limga o'tib, 4-bo'limda hal bo'layotgan narsa ham bu yoqdagi to'g'ridan-to'g'ri bo'ysunib emas, 4-bo'limdagi odam bilan ham manfaatlar to'qnashuv bo'lishi mumkin-da. Shu nima bo'yicha asosan bular qonuniy ta'rifini so'rayapti. Da, endi men aytdim-ku, men Bu juda uzun albatta.
Endi ochiq gap, man qonun ta'rifini tushunaman. Mazmun mohiyati. Ha, ishlash jarayoni menda boshqacha. Yaxshi so'raydi. Manga savol yo'q. Tashkilotlarda xodimlar Mayli, bitta savol bersam. Mayli, mana. Korrupsiyaga qarshi kurashuvchi organlar ichida bojxonani ham sanab o'tdingiz-da. Bojxonaning faoliyati nimadan iborat ekan korrupsiyaga qarshi kurash sohasida? Yo'q. Bojxonani man operativ sohaga ega bo'lganligi uchun korrupsiyaga Yo'q, savol konkret qo'yildi aka. tushunmadim. Savol konkret qo'yildi deyman, korrupsiyaga qarshi kurashuvchi organlar deb. Yo'q, to'g'ri, savol konkret qo'yildi. Shu joyda man xato qilgan bo'lishim mumkin. Yo'q, ayting, nima uchun bu organni kiritdingiz, shunga men qiziqyapman-da. Endi savolingizga kechirasiz, qanaqa javob berishimni ham bilmay qoldim hozir. Adliyani kiritsak bo'ladimi? Adliya vazirligi. Albatta. Korrupsiya Adliya vazirligining faoliyati nimadan iborat ekan korrupsiyaga qarshi kurash sohasida? qonunchilik ijrosini ta'minlash, shu korrupsiyaga qarshi kurash samaradorligini belgilash. Yaxshi aka, boshqa savol yo'q. Ha, beraman man, chunki o'zlari anaqada ishlaganlari uchun komplekt bo'lim boshlig'i bo'lib, tashkilotlarda xodimlar bilishi va rioya qilishi lozim bo'lgan qarshi kurash sohasida ichki hujjatlarni ayting. Korrupsiya siyosati 11 tadan iborat yo'riqnoma bor. Endi odob axloq, yurish turish, xizmat tekshiruvi to'g'risidagi yo'riqnomalar bor. Endi hozir bitta esimga kelmasligi mumkin, esimda bor ekanman. 11 tadan iborat ichki raqam yo'riqnoma bordi. Hammasini nomini sanab bera olmasligim mumkin. Endi odob axloq, buni endi o'zimizda qo'limizdagi doimiy ravishda xodimlar bilan ishlab turib, kerak bo'lsa tashviqot ishlarini olib borib, ular bilan suhbat protokollarni rasmiylashtirib, shu yo'nalishda qilinadigan ish ko'p. Biz ishlash kerak. O'tirish kerak emas, ishlash kerak, yetkazish kerak hammaga. Korrupsiya yo'nalishidagi faoliyat samaradorligini oshirish maqsadida. Boshqa savol Yo'q, menda yo'q. yo'qsa, Qardaga, rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Xabarga berdik. Rahmat. Marhamat. Ismim Daniel, familiyam Kabulov. Familiyam Kabulov, ismim Daniel. Reymberdi o'g'li. 1991-yil Xorazm viloyati Xonqa tumanida tug'ilgan. Siz hozir nimamiz? Ishlab turibsizmi? Yo'q, 7-aprel kuni bo'shaganman ishdan. Qayerdan? Olisutdan. Kimdir ishlarsiz? Bo'lim boshlig'i bo'ldim. Malakiyat bo'lim boshlig'i bo'lib ishladim. yaxshi qabul boshlash. O'sha kirishmasdan boshqa korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida qonun qachon va qaysi tomonidan qabul qilingan va uning maqsadi nimadan iborat? Tushunsangiz.
Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun yangi tahrirda adashmasam 18-yil qabul qilingan. Keyin maqsadi korrupsiyaga qarshi kurash sohasida korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi munosabatlarni tartibga solish. Keyingi savolga o'taylik. Korrupsiya degani nima tushunasiz? Korrupsiya deganda bu shaxs o'zini mavqeidan, mansabidan yoki xizmat mavqeidan foydalanib, moddiy yoki nomoddiy boyliklarni orttirish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanish tushunadi. Savol bersam bo'ladi? Yo'q. Korrupsion holatlar sodir bo'ldi. Ular uchun jazo qanday turdagi jazo turlarini nazarda tutilgan? Korrupsion holatlarga Jinoyat kodeksining 210-moddasi 214-moddasigacha belgilangan. Asosiy o'sha davlat xizmatchilari tomonidan o'sha mavqedan foydalanib pora berish, vositachilik qilish Jinoyat kodeksi bilan asosan belgilangan jazolar. Yana qanaqa javoblarlar bor? Jinoyatdan tashqari agar intizomiy javobgarlik ham bo'lishi mumkin. Tashkilotning o'zini nimasidan kelib chiqib, ichki lokal hujjatdan kelib chiqib, intizomiy javobgarlik ham belgilangan bo'lishi mumkin. O'sha mehnat kodeksida ko'rsatilgan fuqarolik xizmatining to'g'risidagi qonunda ko'rsatilgan intizomiy javobgarliklardan bittasi qo'llanishi mumkin. Tamam. Korrupsiyaga qarshi kurash sohasida xalqaro standart sertifikatlarini bilasizmi? ISO 396 O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlarni sanaylik. Birinchisi o'sha korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun. Undan keyin davlat dasturlari qabul qilinadi. Har yil 2 yilga mo'ljallangan bo'ldi, 2023-2024. Keyin prezident yaqinda prezidentni 3 kun farmoni bilan qaror chiqdi. 71-sonli farmoni bilan 147-sonli 71-sonli farmoni bilan 147-sonli qaror chiqdi. O'sha korrupsiyaga kurash sohasida qilinishi kerak bo'lgan ishlar, vazifalar belgilanib o'tilgan hujjatda. Manfaatlar to'qnash to'g'risidagi qonun. Shulardan iborat. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi qachon tashkil topdi? Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi 2020-yilda tashkil topdi. Behroz aka, savolingiz bo'lsa? Aka, aloqador shaxslar deganda nimani tushunasiz aka? Uzr, savolingizni tushunmadim. Aloqador shaxslar. Davlat organi yoki boshqa tashkilot xodimiga aloqador shaxslar deganda nimani tushunasiz? Bu o'sha o'zini vazifasi bo'yicha qarindoshi yoki yaqini bo'lgan shaxslar aloqador shaxslar hisoblanadi. Bo'ldimi aka? Sal uni doirasi kengroqda. Davlat organ xizmatchisiga yaqin qarindosh bo'lgan yoki unga yaqin bo'lgan shaxslar yoki o'sha munosabatga kirishgan tanishlar tushuniladi. Faqat tanishlarda. Davlat organi xodimi yuridik shaxsida ustav kapitalda ulushga egada.
aloqador shaxs hisoblanadimi, yo'qmi? Yuridik shaxs u ham aloqador hisoblanadi. Yuridik shaxs boshqaruv organi a'zosi bo'lsa-chi? Bu o'sha manfaatlar to'qnash hisoblanib, bu ham aloqador shaxs hisoblanadi. Yuridik manfaatlar to'qnashi degan o'sha nimaga to'g'ri kelmaydi normamizga. Yo'llarga rahmat, boshqa savol yo'q. Manfaatlar to'qnashuvi dedingiz. Manfaatlar to'qnashuvi degan nimada kiradi? Nimaga nazarda tutingiz? Shaxs o'zini manfaatini o'sha xizmat vazifasini bajarishi lozim bo'lgan fuqarolarni davlat manfaatini ustun qo'yishi, o'sha manfaatni ustun qo'yish manfaatlar to'qnashuvi bo'ladi. Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida qonun 2-moddasida tushunchasi ham berib o'tilgan. Sal kengroq edi. Shuni ichiga bo'linadi. Hozirda sodir bo'ladiganiga bo'linadi, kelajakda sodir bo'lishi mumkin bo'lganlarga bo'linadi. Ya'ni hozirgi faoliyatidan kelib chiqib to'qnash kelib, hozirgi bajarayotgan ishidan to'qnash kelishi mumkin, yoki kelajakda bo'ladigan holatlarga bo'linadi. Ikkita holatga bo'linadi. Yaxshi. Menda savol yo'q. Rahmat. Keyingi xizmat chaqirasiz. Salom. Rahmat. Tamam, keling. Qanday bo'ladi? Urazov Farruh Danyarovich. O'zingizni tanishtirib, biografiyangizni aytib o'ting. Tanishtirish degan ma'noda oldin qattiq ishlaganligim, Qayerda bitirgansiz? Qayerda ish faoliyatingizni shug'ullansangiz, Hozirgi faoliyatingiz qayerda? tushunarli. 24-iyun 1989-yil Toshkent viloyatida tug'ilganman. 2007-yil maktab 11-sinf tamomlab, 2007-yil Toshkent axborot texnologiyalari universitetiga kirib, 11-yil tugallaganman. Undan keyin soha bo'yicha O'zbek Telekomda stansiyon injener faoliyatini yuritganman. Undan keyin o'sha davlat xavfsizlik xizmati, ya'ni oldin Milliy xavfsizlik xizmati organiga ishga qabul qilinganman kontrakt asosida. 7,5 yil ishlab, keyin kontraktni oilaviy sharoit munosabati bilan tugallaganman. Undan keyin kadastr agentligi tashkil qilindi 21-yil noyabrda. Ya'ni noqonuniy qurilma, turli xil noqonuniy hokim qarorlariga qarshi sud boshqa yo'nalishlarda faoliyat olib borish. O'shanda 6 oy bosh inspektor faoliyatini yuritdim, 5 oy. Keyin Yakkasaroy tuman bo'lim boshlig'i va Yashnobod tuman bo'lim boshliqlari faoliyatini lavozimda faoliyat olib bordim. Undan keyin hozirgi kunda taxminan 6 yoki 7 ta mas'uliyat cheklangan jamiyatlarning butun hujjatlarini faoliyati, ya'ni shartnoma, turli davlat organlari bilan munosabatlardagi hujjatlar va ushbu MChizlarda sodir bo'layotgan korrupsiya yoki manfaatlar to'qnashuvi, ya'ni holatlar yuzasidan va kadr yo'nalishida faoliyat olib boraman hozirgi kunda. Farruh aka endi tartib bo'yicha savol beriladi. Bo'ladi, tushunarli. Boshlaydi. Har bir tashkilotda o'zini ichki tartib qoidalari borda, korrupsiyaga qarshi ichki tartib ichki me'yoriy hujjatlar belgilanadi. To'g'ri. Xodimlar uchun tanishtirilishi va ularga doim o'qitib borilishi uchun qabul qilingan me'yoriy hujjatlar sanab beradi. U sanab berishga yo'q.
Tashkilot xodimlar bilishi kerak. Masalan, kontragentdan tekshirish to'g'risida reglamentda xodim bilishi shart emas. Bilish kerak emas. Ha, xodim nimani bilishi kerak? O'zi o'sha tashkilot ichki me'yoriy hujjatlar, korrupsiyaga qarshi kurash tizimini samaradorligini tashkil qilish, uni faoliyatini tartibga solish bo'yicha nechta va qaysi hujjatlarni qabul qiladi va shularning ichidan qaysisini xodimlar bilishi kerak, tanishtirilishi kerak. Qaysi me'yoriy ichki hujjatlarni nazarda uni sanab bera olmayman. Chunki u shu adliya vazirligi tomonidan belgilangan namunaviy nimalar ishlab chiqarilgan o'sha namunaviy tartiblar asosida adliya korrupsiyaga qarshi kurash agentligi ishlab chiqib, adliya tomonidan tasdiqlanadi va tashkilotlar o'zini nimasiga moslab tasdiqlab o'sha bo'yicha ish olib boradi. Shu uni ichkaridan deyilmayapti, faqat tashqaridan sizlarga berilyapti. Savollar u ichkari nima kerak emas. O'sha tashqarisidan savol beramiz. Yo, endi ichki me'moriy hujjatlar deganingiz ichki me'moriy hujjat u tashqaridagi qonun qoidalarga asosan tashkil qilinadi. O'sha adliya tasdiqlab qo'yibdi-da, O'shani ichki me'yoriy hujjat qabul qilish uchun masalan, ichki me'yoriy hujjat bilmayman degan ma'noda aytmoqchi bo'lsangiz demoqchiman-da, bu ichkaridan olinmayapti, tashqaridan olingan narsa demoqchiman-da, bu savol. Tushunmaydi. Savolga to'g'ri yondasholmayapmanmi? Hozir javobni to'g'ri talqin qila olmayman. Mantiqan o'ylab qarang, hech bo'lmasa. Yo, agar mana korrupsiyaga qarshi kurashish farmonlari, prezident qarorlari nazarda tutilayotgan bo'lsa, o'shalarga asosan baribir ichki me'yoriy hujjat tashkil qilinadi-yu. Adliya bizga tasdiqlab beradi. Har bir korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'limi bu uchun tashkilotlar norma namunaviy nimasi. O'sha namunaviy nima bilan o'zinikini ishlab chiqadi-da. O'shanda aytib qo'yibdi-da, qaysini xodimlar uchun bilish kerak. Yo'q, uni javob bera olmadim. Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida qonun qachon va qaysi tomonidan qabul qilingan? Uning asosiy maqsadi nima? Korrupsiyaga qarshi kurash qonuni 2017-yil 3-yanvarda 419 sonli qonun. U asosiy maqsadi korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishida korrupsiyaviy holatlarni oldini olish va korrupsiyaga qarshi kurash faoliyatini olib boruvchi organlarni vazifalarini belgilab berish. Ya'ni belgilab berish deganda qanaqa? Endi kengash, korrupsiyaga qarshi kurash kengashiga o'z xulosasini berish yoki davlat organlari yoki boshqa tashkilotlar o'tgan moddalarda keltirilganlari umumiy qilib tushunayapman. Birinchi moddasiga asosida emas. Birinchi moddasiga yozgan. Hammasi o'qilgan endi. Baribir hayajon bor. Mayli, Savol bersin. Mana bu antikorpus degan elektron tizim bor. Bilsangiz kerak, agar faoliyat shu bilan bog'liq-ku, ha? bor. Xo'sh, bu to'g'risida qisqacha tushuncha bering, uni maqsadi nima bu elektron tizim? Nima asos qo'yilib o'shani tashkil etishga? Antikor tizimi men boshdan aytdim, bu yo'nalishda men ofitsial ishlamadim, ya'ni ko'chada xususiy tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi hemshirlik ishlayapman. Ya'ni u yerda o'sha antikorga platformasi bilan ishlash faoliyati yo'q, yo'lga qo'yilmagan. Endi частный bo'lganligi sababli, lekin bu bo'yicha tushuncham ozgina bo'lsa ham bor. Ya'ni qanaqa? Antikor bilan maqsad o'z vaqtida chorak ma'lumotlar taqdim etib turish. Agar adashmayotgan bo'lsam va korrupsion holatlarni oldini olish chora-tadbirlari to'g'risida mutaxassislar bilan aloqada bo'lish, hamkorlik qilish. Qaysi huquqiy norma bilan tartibga solingan mana shu? Demak, undan Ya'ni qonun bilan nima qilinganda? Tushundim. Qonun 13 prezident farmoni 2020-yil 29-iyundagi va 29-iyundagi o'sha yildagi 20-yildagi korrupsiyaga qarshi kurash agentligini tashkil qilish to'g'risidagi 46-71 qonun. Adashmagan bo'lsam. Faqat 81 nima?
Prezident qarori 81 mi? Uni bilan Shu Samarqand reytingini nima qilish bo'yicha shu. oshirish. Prezident qarori bilan joriy qilindi. Yangi platformasi. Bu asosiy vazifasi tashkilotlarning korrupsiyaga qarshi kurashdagi samaradorligini baholash. To'g'ri. Tushundim. Keyingi savol. Manfaatlar to'qnashuvi, o'zingiz fikringiz, Jahoncha qo'yayotganman. Manfaatlar to'qnashuvi shaxsning o'z mansab lavozimini egallab turgan mansab lavozimini foydalangan holda va davlat qonunlaridan chetga chiqib qonun qoidalariga, korrupsiyaga qarshi kurashish qoidalari va davlatning normalariga zid holatda kelishuv, ya'ni noqonuniy kelishuvlarni amalga oshirish. Yo'l ochib ketdim, uni javobi ham qo'yildi, qarashdim. Endi menda to'g'risini aytsam, asosan operativniy bizda faqat harakatda bo'lingan, nazariyda emas, asosan действияda bo'linganda. Nazariy, masalan, to'g'ri, hamma xatti-harakat nazariydan kelib chiqadi. Lekin uni nazariy bilan amaldagina bir-biriga bog'lab turish sal qaro. Yaqin aka savolingiz bo'lsa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Farruh aka, davlat xavfsizlik xizmatida ishlaganman dedingiz. Ana shu faoliyatingiz davomida qanday korrupsiyaga oid jinoyatlarni tezkor qidiruv faoliyati bilan shug'ullanasiz? Men demoqchimanki, korrupsiyaga oid jinoyatlar. Endi o'zi korrupsiyaga qarshi jinoyatlar bu umumiy so'zni o'zi aytib turibsiz. Endi u qanday deganingizda qanaqa? Iqtisodiy ham bor, hamma yo'nalishda bor. Ayting aka. Jinoyat kodeksi maxsus qismi ana shu moddasi korrupsion jinoyat deb. 211, 168 bu endi mashinistva, asosan 210, 211 bizaniki bo'lgan. 167 chasi 2 G bandi borda. Bor. Mansab vakolatini suiiste'mol qilgan holda talon-taroj qilish. To'g'ri. Korrupsiyaga oid jinoyatga kiritasizmi yo'qmi? Nima deysiz? Korrupsiyaga oid jinoyatga? Mansub emasmi? Tushundim. Endi bu yerda korrupsiya jinoyat holati sodir bo'lgan bo'lsa, ata kiritilmaydi bu. Kiritilmaydi. Mansab vakolatini suiiste'mol qilyapti-ku. Korrupsiya alomatiga ega. Qay tarzda suiiste'mol qilyapti? Bunisi o'rganilish kerak-ku. sakkiz yuz yigirma to'qqizinchi sonli Kabmin qarori bilan tasdiqlangan nizom mavjudda aka. Aha. 167 ikkinchi qism G bandini kiritgan. Korrupsiyaga oid jinoyat sifatida. Asos sifatida mansab vakolatini suiiste'mol qilish, qonunga xilof ravishda moddiy manfaatdor bo'lishi sifatida olingan. Rahmat, boshqa savol yo'q. Savollar yo'q. Rahmat. Savol ko'tarmayapti-ki. Bitta ikkinchi kirgan bo'lganini takoyada birinchi bo'lib ikkinchi kirgan. İkinci ishlab turgan bo'lganda, ikki hamda Chala bor, lekin chala. Salom alaykum. O'zingizni tanishtirsangiz. Xabar bering. Hamdan ishlayotgan o'g'li 1982-180 bo'lgan. Xizmatda bo'lganman. Avtomobil yo'llari institutini bitirganman. 2007-yil, 2011-yil bitirganman. 2012-yil paytda Milliy xavfsizlik xizmatiga, hozirda davlat xavfsizlik xizmatiga xizmatga qabul qilinganman. 2012-yildan 2024-yil sentyabr oyigacha ishlaganman. Hozirgi kunda pensiyadan. Hozir ishlamaysiz. Yo'q, ishlamayman. Hozir shu sentyabr oyidan beri pensiyaman.
Xabaringiz bor, 2024-yilda o'sha Shtatgacha rejalashtirib kelayotgan bitta qonun qabul qilindi. Iyun oyida. Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida qonun shu haqida. Bu juda targ'ibot ishlari, 200 million hamma joyga nima qilindi, xabar kelsa kerak. Xabarim bor. Endi bitta hozir mandan oldin chiqqan odam bilan endi bitta 2 sekund gaplashishga to'g'ri keldi. Men operativ xodim bo'lganman. Korrupsiyaga qarshi ishlaganman, boshqa qilganman, boshqa nima bilan shug'ullanganman deyman. Lekin aka siz aytganingiz bo'yicha nima deydi? Normativ hujjatlar, anaqa biz konkret ishlaganmiz. Agar korrupsiya bo'yicha ishlash kerak bo'lsa 210 bo'ldi, 212. Agarda menga imkoniyat beriladigan bo'lsa, men nima deydi? Javobgarlikdan qochmayman. Tushundim. Endi bu yerda korrupsiya qarshi kurash bo'lim boshlig'ini o'zini vakolati bor-da. Masalan, vakolatni tushundim. Bo'lim boshlig'i bo'lib kelgan taqdirda ham 200 million nima qilavermaysiz. Tushundim. Bunga vakolatimiz yo'q. Shuning uchun o'zingiz doirangizda biz o'sha lavozim doirasida nima qilingan, bu ham ichki nima hujjatlar tortida emas, davlat qonunchiligi belgilangan nimalari bilan agentlikda tartiblari berilyapti, xolos. Bu ichki nima yoki siz unvoningizdan olinmayapti-da, o'sha lavozimda. Bo'lim boshlig'iga bo'lim boshlig'i nimalarni bilishi kerak? Harakatni nima, qanday hujjat bilan amalga oshiradi? Shu olingan talab. Savollar berildi. Savol beraymi? Mayli. Pora degan iboraga ta'rif beringchi. Porami? Qarang. O'zim tushuntiraysiz. Kitobiy ta'rif bering. O'zimiz endi o'zaro bilamiz. Endi buni o'ziga yarasha normativ huquqiy hujjatlarda, masalan, huquqiy adabiyotlarda o'zining ta'rifi bor. Baribir ham непосредственно ko'zi tushgan bo'lishi kerak shu narsaga. Sizlar mana 210 deyapsiz, shug'ullanyapsizlar-ku, baribir kodekslarni qilgansizlar, qarorlar yozgansizlar, unda baribir ta'rifi bo'lishi kerak-ku. O'zimiz so'zimiz emas, kitobiy nima deyilgan shu. Pora. Nima ma'noni anglatadi, nima degan so'z? Noqonuniy mukofot. Porani 3 ga bo'laylik. Pora bilan shug'ullanuvchi, pora oluvchi odammi? Pora oluvchi odammi? 3 ga bo'lamiz. Birinchisi ahmoq. O'zi nima qilayotganini bilmaydi. Nima uchun pora olayotganini bilmaydi. Ikkinchisi majbur bo'lgan. Unga bitta sudda ham obyektiv tomonidan ko'p chiqilayotganda ham nima uchun pora olgani haqida baribir o'rganiladi. Neki yaxshi odam bo'lishi mumkin, halol odam bo'lishi mumkin, nimagadir majbur bo'lgan bo'lishi mumkin. Bunga obyektiv boshqa sabablar bo'ladi. Uchinchisi u o'sha haqiqiy poraxo'r. U majburiy emas. Nima qilayotganini ham yaxshi biladi. Shuning uchun o'zini konkret aniq stavkasi bo'ladi. Bajarib beradigan yoki yordam beradigan qaysi ishlar bo'yicha. Korrupsiya holatlari uchun qanday turdagi javobgarliklar mavjud O'zbekiston Respublikasi qonunchiliklarida? Korrupsiya holati bo'ldi. Shu uchun qanday javobgarliklar mavjud? Ma'muriy jinoiy javobgarlik bu har xil holatda bo'ladi. Bu agarda qasddan qilingan bo'lsa, sud jarayonida erkak kishi boshqa bo'ladigan bo'lsa, qamoq jazosi bilan ozodlikni mahrum qilish bilan belgilanadi. Bittasi jinoiy javobgarlik. Ikkinchisi endi qo'l-qo'lini ma'muriy javobgarlik yuborsam ham bo'lardi, lekin ma'muriy javobgarlikda ham o'ziga yarasha moddalari bo'lishi kerak. Ma'muriy javobgarlik. Uchinchisi
Tashkilotda korrupsiya holati aniqlanadi, o'sha xodim mehnat shartnomasi ish beruvchi tashabbusini bekor qiladi. Qanday? Ha, bu mehnat shartnomasi bekor qilingandan keyin ishdan bo'shatilib, o'z lavozimidan olish bilan bo'shatiladi. Xo'sh, shu illokal hujjatni nima deyiladi o'sha? Bu uchisini aytayman, man sizga orqalashtirib kelib aytdim. Mehnat kodeksi keltirilgan o'sha mehnat shartnomasi bekor qilinadi. intizomiy javob. Intizomiy javobgarlik. Uchta intizomiy jazo bor, uchinchisi mana shu eng oxiri mehnat shartnomasini bekor. Shu bilan misol qilib sizga yaqinlashtirdim. Keyingi savollar. Oldin paydo bo'lgan ma'lumotlar to'qnashuvi to'g'risida kimni xabardor qilishi shart? Manfaatlar to'qnashuvi bo'lmaydi. Birinchi o'rinda o'zini to'g'ridan to'g'ri boshqarib ketish kerak. Hamma joyda bu grajdanskiydami yoki harbiy xizmatdan qattiq bo'lishdan qat'iy nazar, menimcha to'g'ridan to'g'ri непосредственно начальникka ishlaydi bu narsa. Va yoki kimga, masalan, sizning boshlig'ingiz yo'q. Siz masalan bosh mutaxassis, boshlig'ingiz yo'q. O'sha korrupsion holat duch keldingiz. Yani mutaxassisman. Agarda bo'lim boshlig'i yo'q sizda. bo'lim boshlig'i bo'lmasa, misol uchun boshqarma boshlig'i bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam boshqa yurist konsult degan lavozim ham bo'lsa kerak. Ko'p joyda yurist konsultga ham yetsa bo'ladi. Qonunchilikda belgilangan bo'lim boshlig'iga yoki tashkilot rahbariga deyilgan. Boshqarma boshlig'i konsult. Behruz aka savolingiz bormi? Bitta savol bor edi. Compliance nazorat bo'lim boshlig'iga nomzodsizda. Compliance nazorat faoliyatining normativ asoslarini ayta olasizmi? Bu shu tashkilotda korrupsion holatda oldini olish, oldindan xabar topish, shaxsiy tarkib yo'q, xodimlar orasida profilaktik tadbirlarni o'tkazib borish. Yo, bu vazifa funksiyalari. Normativ asoslar deganda qaysi normativ hujjat bilan tartibga solinadi demoqchi. Korrupsiyaga oid normativ hujjatlar. Umumiy javobda bu. Xo'p, boshqa savol yo'q. O'zim yo'q. Rahmat. Dadaxon ishlayapti. Arifni nimasi bormi uni? Nima? Dadaxon o'rniga olinyaptimi? O'rniga nomzod nima qilib? Ish bo'lim boshlig'i lavozimiga dadaxon o'rniga. Bo'lim boshlig'i. Dadaxon hujjat topshirdi, bu yoq topshiradi. Vakans qurildi. Ishlayapti. Bir yoq qilib olingan. Постоянно o'tkazib. Hozir agar javob berishib tursa, bo'lmasa turmaydi. Bu ham nomzod javob beradi. Benim harf o'tganlardan eslashlik. Behruz aka, bizda savollar ma'lum, hech qanaqa kamchilik nima yo'q. Yo'q aka, hammasi joyida. Rahmat.
Navbatdagi hujjatlarni korrupsiya ekspertizasi to'g'risida olinadi. Korrupsiya omillarini aniqlash, manfaatlarni tushunish O'zidan Saylanbor Xon Sopqon o'g'li 2025-yil 4-aprel kuniga qadar O'zbek geologik aksiyadorlik jamiyati korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'limi boshliq lavozimida ishlaganman. katta bergan. Toshkent davlat texnika universiteti geologik konchilik fakultetida necha sud sohasida ishlaganman, keyin tog' sanoat va geologiya inspeksiyasida ishlaganman. Oxirgi yillarda shu O'zbek geologik aksiyadorlik jamiyatini korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'limi boshliq lavozimida ishlab kelgan. Ularga endi berilgan savollar beraman. Men savol beraman. Tashkilotlarda xodimlar bilishi va rioya qilishi lozim bo'lgan korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi ichki me'yoriy hujjatlar. Nechta ular qaysilarini bilish kerak xodimlar? Tanishtiriladi, nima qilinadi? Korrupsiyaga qarshi barcha xodimlar bilishi kerak bo'lgan asosiy hujjatlar shu tashkilotda korrupsiyaga qarshi siyosati, manfaatlar to'qnashuvini boshqarish bo'yicha nizom, odob axloq kodeksini bilish kerak. Keyin Shu. Savol Behruz aka, menimcha o'z savol berganingiz yaxshiroq bo'ladi. Chunki baribir birga ishlaganmiz-ku. Manfaatlar to'qnashuvi bo'ladi. Bo'ladi. Aka, korrupsiyaga qarshi kurash sohasida davlat siyosatining asosiy yo'nalishlarini aytib bering. Davlat nimasini? Siyosatining asosiy yo'nalishlari. Korrupsiyaga qarshi kurash davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari qonun ustuvorligini ta'minlash, manfaatlar to'qnashuvini oldini olish, boshqarish. Hozircha esda qolgan so'zlar o'zi. Javob to'liq emasdi. Korrupsiyaga oid huquqbuzarlik deganda nimani tushunasiz? Korrupsiyaga oid huquqbuzarlik turlari ko'p. Uzr aka, mutaxassisligi nima dedingiz? Geologiya konchilik ishi. Aha. Korrupsiyaga qarshi kurashuvchi organlarni ayting aka. Yuridik jihatdan chuqurlashmaylik deyman-da. Korrupsiyaga qarshi kurash organlari O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi ham. Milliy kengashni kiritsak bo'ladimi aka? Korrupsiyaga qarshi kurash milliy kengash shu oxirgi yig'ilishda milliy kengash ham bor. Asosiylardan bitta eng yuqorisi shu. Muvofiqlashtiruvchi organ, ha? Bo'ldi, boshqa savolim yo'q, rahmat. savol bersangiz. Men savol beraman. Yaqin qarindoshlarni sanaylik. Yaqin qarindoshlar shu ota-ona, uka, opa, singil, er-xotin, farzand, o'g'il-qizlar hamda er-xotinning ota-onasi, aka-ukasi, opa-singillari va bolalari kiradi. Keyin antikor elektron tizim haqida. Antikor Prezident qaroridan boshlab Antikor elektron platformasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 13-yanvardagi PX81 sonli qarorlariga muvofiq tashkil etilgan bo'lib, unda 29 ta indikator bo'yicha 5 ta yo'nalishda tashkilot, korxona, davlat idoralari baholanadi. Bunday 81 balldan 100 ballgacha yaxshi, 55 dan 81 ballgacha qoniqarli va 55 balldan past to'plagan tashkilotlar qoniqarsiz deb topiladi. O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurash sohasida qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlarni sanaylik. O'zbekiston Respublikasi asosiysi O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 4179-sonli O'zbekiston Respublikasi 76 sonli O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurash agentligi tashkil topishi bo'yicha
qarori 51-77 O'zbekiston davlat tashkilotlari 50% ulushi davlat ulushi undan yuqori bo'lgan tashkilotlarda compliance nazorat tizimini joriy etilishi asosiylar shu. Men savolingiz bor? Bo'ldi, savol yo'q. Yo'q. Yo'q, aka sizda yo'q? Yo'q aka, boshqa savol yo'q. Yana 5 ta bor. Agar kelishgan. Yo'q, 6 ta ekan. Ayol kishi ham bor ekan. Qarang. Ishlarga ketib qol. Doktor, qarang, o'tiring. Bitdim. Yo'q, o'zi tugatamiz. 2 oydan so'ng. Yo'q, aka. Uzr, qolgan Davlat aka eshitaman. nomzodlar hozircha yo'qda, qancha vaqt kutamiz? Yo'q, nomzodlar qilishmadi, kelishmayapti ham yo'q. Bo'ldi, o'zingiz bilasiz. Birinchi navbatda intizom aka vaqtiga kelishi kerak, tugatsak ham bo'ladi. Lekin yana o'zlaringiz bilasiz, farqi yo'q. Yo'q, kelishmadi. To'g'ri, intizom aytilgan vaqtda kelib, nima bo'lishi kerak? Ushlanib qolganlar ogohlantirib qo'yishgan. Mana oxirgi nomzodimiz 20-iyul keladi. Ikkinchi bo'ldi. Ha, mana ikki bo'ldi. Tugatamiz. Shu 5 ta nomzodni qatnashimda Oxirgi nomzodimiz. Haq qilinadi, shuni qilishib, 5 ta. Yo'q, aka, bizlarda tugatildi. Katta rahmat. Mayli aka, sizlarga ham rahmat, charchamanglar. Salomat bo'ling. 5 ta nomzod Bo'ldi, tugatib bo'lish yo'q bo'ldi. Batang bermoqchi edim. Tez chiqib Ya, tamam.